Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikda refresh tayyorlash muammosi bo'lyapti. Sababi notebook topishni iloji yo'qligi. Shuning uchun hozir telefonda tayyorlash haqida qisqacha ko'ramiz. GPT bilan Canva faqat Canvaga kirib olib, mana bu yerda yangi Word fayl ochish tugmasi. Demak, kirib o'zimizga kerakli narsalarni sozlab olishimiz kerak. Avvalo bu saloha nimasida turibdi? Mana bu B ni o'chirib qo'yamiz. Ikkinchidan, mana bu yerdan o'zimizga kerakli shriftni belgilab qo'yishimiz kerak. Times New deb yozsak, mana Times New Roman chiqadi. Mana belgilangandan keyin uchinchidan mana bu yerdan shriftni 14 ga olib qo'ysak, tamom. Bu yer matn kiritishga tayyor. Endi bitta demak. Birinchi mavzu nomini kiritamiz. Xo'p, mavzudan keyin shunday deb yozishimiz kerak. Shu mavzu bo'yicha 10 bitli referat uchun 4 ta qisqa bir gapli sodda reja tuzib ber. Boshqalarni hammasini sinab ko'rdim. Oxiri mana shu promptga yetib keldi. Guruhga buni tashlab qo'yaman. Xo'sh, qisqasi hozir biz bunga birdan hamma matnni qildira olmaymiz, chunki buni unga kuchi yetmaydi. Shuning uchun oldin rejani qildirib olib, keyin har bir reja uchun alohida bo'lib butun referatni tayyorlashimiz kerak. Qisqasi yuboramiz. Xo'p, reja tayyorladi. Endi yozamiz. Mana. Endi birinchi reja bo'yicha 3 betli bejirim yozish unchalik shart emas. Xo'p, referat matnni yozib ber. Boshida kichik sarlavhasi bilan. Bu demak birinchi reja uchun alohida yozilyapti. Xo'p, demak hozir bo'lib birinchi rejani mana bu yerdan nusxa olamiz. Bunga tashlaymiz. Bitta qiladigan ishimiz mana bu yerdagi orasida ochilib qolgan qatorlarni o'chirib chiqish. Xo'p, bu yerga olib kelib, endi birinchi reja uchun tayyorlab berilgan matnni nusxa olib tashlaymiz. Shunday, buni ham orasida joy bo'ladigan bo'lsa, uni ham o'chirib chiqishimiz kerak. Va mana bunaqa salohali nom qismini mana bu yerda B harfi bor. O'shani bosadigan bo'lsak, harf qalinlashadi. Demak, mana bu yerdan esa reja deb kiritib qo'yishimiz kerak. Enterni bosib bir qator tushirib, faqat reja emas ekan, tepasidan mavzu nomini ham kiritishimiz kerak. Mustaqillik. Unchalik qiyin emas. Tanlaymiz. B ni bosib qalinlashtiramiz va mana bu yerda, mana bu yerda 4 ta ketmay qavatma-qavat turgan chiziqlar turibdi. O'shani bosadigan bo'lsak, o'rtaga chekkaga chiqadi mana. Bu yonga bizga o'rtaga kelish kerak. Endi pastidan yana bitta shuni bosib qo'yib, xo'p, reja deb yozamiz. Reja qismi tayyor. Pastidan o'sha birinchi reja uchun matn ham enter bilan pastroqqa tushib olamiz. Mana bu yerda enter. Demak. Endi pastdan shunchaki endi ikkinchi reja uchun deb yozsak, shunchaki ikkinchi reja uchun yozib beradi. Qolganlarni ham xuddi shunday endi 3-reja uchun, endi 4-reja uchun deb yozib, 4tali rejani ham shunday nusxalab Canvaga boya joyga tashlaymiz. Tashlash kerak. Ay. Meni yaxshi o'rgatuvchi chiqmaydi, qisqasi. Demak, bir narsani aytish kerak. Bu men aytganim uchun boshidan aytmayaptiki, xo'p, mana sizga aynan o'sha ikkinchi reja uchun narsa deb oxirida keyin xulosa qismida pastidan mana sizga tayyor bo'ldi. Endi yana nima yordamim kerak degan gaplar bor-ku, o'sha gaplarni aytmayapti hozir. Lekin sizga aytadigan bo'lsa, mana bu yerdan select text qismini bosib, aynan
o'sha sizga yozib bergan joyini belgilab nusxa olishingiz kerak. Mana bu yerdan nusxa olasiz. Unchalik qiyin emas tushuntirish uchun. Demak, ikkinchi rejani ham xuddi shunday nima qildi. Biz shunchaki nusxa olib bu yerga ishlaymiz. Xo'p, nomini bu yerda B ni bosib qalinlashtiramiz. Orasida mana bunaqa ochiq joylar bo'ladigan bo'lsa, o'chirib chiqamiz. Chunki juda katta joyini olgandek ko'rinadi. Va 3 bilan 4 minutda shunday qilib, oxirida esa foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini yozib ber deymiz. Xo'p, negadir bu yerda yaxshi adabiyotlarni yozmadi. Tushunmadim. Odatda yaxshi haligilar ro'yxat chiqarib yozib berardi. Hozir negadir yozmadi. Qisqasi mana shu foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini kech bo'ldi. Uyqu kelyapti. Orasida mayli ko'rsatay oxirigacha. Orasi joylarini shunday kesib, qani endi u foydalangan adabiyotlar ro'yxati degan yozuv. Nima uchun bu kelmadi? Avazjon nima? Bu yerda select tekstni bosib, aynan o'zimizga kerakli qismini nusxalab olishimiz mumkin. Mana shu holatda, demak, buni qo'yamiz. Mana. Hammasi easy. Bu pastga tushib ketibdi. E'tibor bermaymiz. Qisqasi, u yoqda ham GPT tayyorlab berganlarni bu yerga ko'chirgandan so'ng mana bu yerda saqlash bor. Saqlashni bosamiz. PDF shaklida saqlaymi deyapti. Yo'q, bizlarga doc holatda kerak. Sababi buni hozir Sardorga tashlab berasizlar. Sardor notebookni ochib ko'rib, qayerdadir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, o'zi nima qiladi? Xo'p, to'g'rilaydi. Okay. Yaxshi emas.